Assalomu alaykum hurmatli Karvon tuman aholisi, mehmonlar, aziz yurtdoshlar. Bugungi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar markazi inson, uning huquq va erkinliklari sha'ni qadr-qimmat turibdi. Huquqiy demokratik davlatda qonun ustuvorligi, adolat va qonuniylik tamoyillarini ta'minlash, jinoyatchilik va korrupsiya kabi illatlarning oldini olish, inson manfaatlarini ustuvor qilish barcha davlat organlarining, ayniqsa huquqni himoya qiluvchi organlar zimmasidagi ustuvor vazifasidir. Qisqa muddatda sohaga doir alohida konsepsiyalar, yangicha ish uslublari, ilmiy yondashuvlar va zamonaviy mexanizmlar amaliyotga joriy etildi. Huquq tartibot idoralari faoliyati butkul takomillashtirildi. Zarur kuch va vositalar bilan to'liq ta'minlandi. Eng asosiysi huquqbuzarliklarning oqibati bilan kurashish emas, balki ularning oldini olish asosiy mezonga aylandi. Joriy yilning o'tgan davr mobaynida tuman hududida 245 ta jinoyatlar sodir qilib, 49 ta holatda esa korrupsion jinoyat sodir qilingan. Shu boisdan jinoyatchilikni oldini olish borasida tuman prokuraturasi tomonidan 218 ta aniqlangan qonun buzilishlar bo'yicha 18 ta tekshirishlar o'tkazilib, aybdor shaxslarga nisbatan qat'iy prokuror nazorati hujjatlari qo'llanib, jazo muqarrarligi ta'minlandi. Xabaringiz bor, joriy yilning 3-yanvar kuni prezidentimiz tomonidan 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi birinchi sonli qaror qabul qilindi. Qarorda asosiy urg'u jinoyatlarni jilovlashga ko'maklashish uchun muhim infratuzilmalar shakllantirishga qaratilib, huquqbuzarliklar profilaktikasiga mas'ul bo'lgan barcha idoralarga ulkan vazifalar qo'yildi va asosiy kuch vositalar aynan shu maqsad uchun safarbar etilib, ishlar jadal davom ettirilmoqda. Shu bilan birga barchamiz uchun dolzarb bo'lgan yana bir masala obod xavfsiz mahalla tamoyili asosida mahallalarda ijtimoiy profilaktika tizimi samaradorligini oshirish chora-tadbirlar to'g'risidagi qonun hujjatlarining ustidan nazorat o'rnatilgan. Ushbu qarorlarning ijrosini ta'minlash maqsadida tuman prokuraturasida malakali xodimlar tarkibida shtab tashkil qilingan bo'lib, shtab faoliyati muvofiqlashtirib borilmoqda. Mahalla raislari ijtimoiy profilaktika tadbirlarini amalga oshiruvchi subyektlar faoliyatiga umumiy rahbarlik qilib, har hafta mahallada ularning ijtimoiy profilaktika tadbirlarini amalga oshirish borasidagi faoliyati muhokama qilib borilmoqda. Profilaktika inspektorlari tomonidan spirtli ichimlikka, giyohvandlik vositalar, psixotrop inson aql irodasiga ta'sir etuvchi boshqa moddalarga qaram bo'lib qolgan shaxslarning turmush tarzi, xulq-atvori va oilaviy sharoitini o'rganadi. Ijtimoiy, huquqiy, psixologik va boshqa yordamlar ko'rsatish, shuningdek ushbu salbiy odatga ruju qo'yishning omillarini bartaraf etish choralari ko'rilib, ijobiy natijalarga erishilmoqda. Hokim yordamchilari tomonidan esa kambag'allikdan farovonlik sari dasturi bo'yicha tumanda band bo'lmagan yoki doimiy daromad manbai ega bo'lmagan ishsiz shaxslarning kasb, hunar va tadbirkorlikka o'qitish hamda bandligini ta'minlash choralari ko'rish orqali tumanda ishsizlik soni kamayishiga hamda kambag'allik chiqarishga erishilmoqda. Yoshlar tomonidan ishsiz yoshlar va maktab bitiruvchilar bandligiga ko'maklashadi. Yoshlar daftariga kiritilgan yoshlarning muammolarini o'rganish hamda ularga ko'rsatilgan yordamlar turlaridan samarali foydalanish tashkil etish choralari ko'rilmoqda. Xotin-qizlar faoliyatiga ajrim yoqasiga kelib qolgan va nizoli oilalar, yordamga muhtoj bo'lgan, og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan xotin-qizlar, muntazam tazyiq va zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlar, jazo ijro etish muassasasiga qaytgan va profilaktika hisob turgan xotin-qizlar bilan alohida ishlash choralari ko'rilmoqda. Ijtimoiy xodimga og'ir ahvolga tushib qolgan va og'ir ahvolga tushib qolish xavfi yuqori bo'lgan shaxslar, parvarishga muhtoj yolg'iz keksalar, nogironligi bo'lgan va og'ir kasallikka chalingan shaxslarning holidan xabar olish va ular bilan birga ishlash choralari ko'rilmoqda. Soliq inspektoriga mahallada istiqomat qiluvchi ma'lum bir faoliyat bilan band bo'lmagan shaxslarni tadbirkorlik faoliyatiga jalb qilish va ularni qo'llab-quvvatlash vazifalari amalga oshirib kelinmoqda. Hurmatli Karvon tuman fuqarolari, bundan tashqari tumanda voyaga yetmagan hamda yoshlar jinoyatchiligini oldini olish va ular o'rtasida nazoratsizlikni bartaraf qilish borasida dolzarb 90 kunlik dastur doirasida maktab o'quvchilarini bo'sh vaqtlarini samarali tashkil qilish, ularning vaqtlarini maroqli o'tkazish borasida ularni sport va boshqa foydali mashg'ulotlarga jalb qilish, tungi reydlarni tashkil qilish orqali esa ularni nazoratsiz yurishlarini oldini olish borasida nazorat tadbirlari amalga oshirib kelinmoqda va bu o'zining natijasini bermoqda. Tumanda jinoiy va huquqbuzarliklarning sodir etilishini barvaqt oldini olishda sizlarni hamkorlikka chaqirib qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat.